世纪前的观众朋友们，大家好，欢迎你们收看我们的美人秀节目。Salam qadrli ko'rman do'stlar, ko'rib atqaninglar hammamiz yaxshi ko'radigan elchi programmasi. Har kim o'z taqdirining to'mirchisi deydi cho'nglar. Bizning programmamizga dal o'z taqdiri uchun to'mirchi bo'lib atgan yoshlar kelyapti. Ular kelgusi jo'risiga nisbatan o'zining ehtiyoji, shartlarini degandan keyin sahnamizga kelib tanlash yoki tanlamaslik erkinligiga ega bo'lyapti. Cho'nglar bilan ekran orqali fikr almashtiryapti. Maqsad muddalarini to'liq tatbiq yo'sinda cho'nglarimizga bayon qilib beryapmiz. Xo'sh, bizning elchi programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zichun yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. G'o'lja Gultaj yemak-ichmak cheklik shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Xinjiang Berganaz xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni ajr bilan ishlagan. Xo'sh, ustozlarni tanishtirib o'tay. U bo'lsa Xinjiang Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan tajribalik advokat Fatigul Abduqodir. Qarshilamiz Fatigulada. Biz sevimli do'stimiz Alini bugungi programmamizga ko'mak qildik. Qarshilamiz Ali. Xo'sh, ishqinglar bilan birlikda chiroyli qizlarning orzulariga quloq solayli. Sahnamizga kelgan mehmon yigitlarni kutib olaylik. Qani, qizlar, sahnamizga marhamat. Salam, sahnamizning chiroyli gullari. Xush kelibsizlar. Sizlar bilan birlikda to'liq go'zal aslimlarni qoldiryapmiz. Qani, birinchi yigitni oldi bilan ekran orqali ko'rib boqaylik. Yaxshimisilar do'stlar? Ismim Hasanjon. Bu yil 33 yoshga kirdim. O'zim oilalar komitida ishlayman. Qiziqishim mashina haydab sayohat qilish. Bu sahnaga kelishlik maqsadim turmushni qizg'in suyadigan, oddiy sodda turmush bo'lsin, vaysimay kelgusi ishimdan amroga erishish. Qani, Hasanjon, marhamat. Yaxshimisiz Mayra? Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshimisizlar ustozlar? Sahnamizda fikr ochiq, o'zining hayot qarashi aniq bo'lgan 8 nafar qiz turibdi. Ular bilan keng kushada mo'lishib, o'zaro ideya almashtirib baxsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Qani. Men avval savol so'rab qo'yman. Endi o'rtaq savol. Men deyman, endi qizlar sizlar yotliq bo'lgan chog'da cho'qqum ilqi o'zi pul deb bo'lgan burun ilqi eglik tiklab sharoit yaxshi mandan topamsizlar yoki endi ilqi to'y qilgandan keyin birga tirishib eglik yaratib degandek statiptik o'g'illarni yoqtiramsizlar. Menchi bo'lganda mening ko'z qarashim to'y qilgandan keyin to'y qilib turmush qurgandan keyin texmo besim texmo eg'ir bo'ldi emasmi? Shunga ashnaqa ideyada tayyorlik qilgan asosda azroq bo'lsa-mu turmushda texim qiynalmaslikni oldini olish uchun azroq bo'lsin pul yig'ib anondan keyin tang tirishsak 2 yil adam jafo tortib qolmasligi mumkin. Shuni o'ylayman. Men o'ylaymanki, endi men o'zim ramda kichik bo'lsa bir tijoratchida. Tijoratchi bo'lganki bo'lsa muqim xizmati va bir adam birisi bilan to'y qilsam endi uyimiz texim kerak endi muqimroq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi lekin bo'lsa tang tijorat qilib keyin birga tang taraqqiy qilsak bu texim yaxshi ish. Ammo unda bo'lmasa birsimiz muqim xizmatda birsimiz tijorat qilib savdo qilsak bu bir yaxshi ahvol deb o'ylayman. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Men o'ylayman endi mening tanlaydigan odamim cho'qim mening ishim nisbatan cho'qim natija qozongan bo'lish kerak. Menimcha endi agarda utuq qozongan bo'lsin, bo'lmasin men uchun baribir. Menimcha oldin qilsandim deb o'tdim. Asosliqi shu agarda shu iglik tiklash yo'lida mengayotgan bo'lsa-mu, tirishchan bo'lsa, shunday qilib o'sib o'taman deydigan irodasi bo'lsa, men shuningga qoyil. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men o'ylayman, endi azroq bo'lsa-mu, keyingi turmushga azroq asos solgan ahvol ostida lekin to'y qilsam bo'ldi deb o'ylayman. Chunki masalan to'ydan keyin balniki, uyning bu xarajatlarimiz jiq bo'ldi-ku, shunga azroq o'zimizga tayyorlik bo'lsa, keyin bizmi qiynalmaymiz. Lekin uydagilarga yo'llanmagan holatda o'zimiz mustaqil turmush qura olamiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men o'ylayman-di, mencha men yaxshi ko'radigan bir balning cho'qim hamma jihatda iqtisodiy jihat yaxshi bo'lib ketishi natoyin. Agar iqtisod jihati biza to'van bo'lib qolsa, tang terishib qilsak bo'ldi. Yaxshimisiz? Mening nazarimda hamda shu
to'yning oldida hamda to'ydan keyingi turmushning kafolati uchun hamda hech bo'lmasa jafo tortib qolmaslik uchun hamda bir mezgillik yaxshi kunlarni o'tkazsak mayli hamda mushning oldida bir o'zimizga qarata bir azroq bo'lsa-mu bir iqtisodiy egilligimiz bo'lsa deb o'ylayman. Rahmat. Hamda men bir gap qilsam, men hamda aholi komiteti ishlayman. Hamda men odat ishim yengil ekan. Damaga vaqtlarimda bekor turmayman odatda. Maaşlarımni yig'ib, ish qilib to'y qilib yetkidak iqtisodmi qildim. Uyimni hamda bo'lmoqchi mash arda. Hamda lekin jiqilqi to'ydan keyin necha yetkidak mana iqtisodim bo'lmasligi mumkin. Ish qilib to'yimni cho'nglarning kuchiga tayanmay, o'zimning kuchi bilan xotirjam o'tkazalayman. Shu hamda mashning qizlar qanday qaraydi deb bilib boqmoqchidim. Qanoatlangidek javobga erishdim. Hasanjon, yesa tag'imi tugaydi. To'g'ri. To'ydan keyin necha yetkidek iqtisod to'plash sizga nisbatan besim bo'lmasligi kerak. To'ydan keyinmi to'xtamay tirishish orqali yana uzluksiz iqtisodni oshirg'ili bo'ladi. To'g'ri. Shundaq-ku, qizlar, sizlarning Hasanjondan so'raydiganlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Sizdan bir savol so'rab baqsam, siz masalan o'zingiz yaxshi ko'rib yurgan qizingizga nisbatan o'riq semizlik, bo'yi egizligiga qaramsiz ya faqat ko'ngliga qaramsiz? Endi qarmayman desam yog'an gap bo'ldi. Amdaylikki o'zim biza ko'rdinglar, biza semiz samirib olgan. Mening hamda asosan mashin bilan bek to'la yapilish ketma. Kunda 10 soat, hatto 15-16 soat mashinada qilma shu harakat oz bo'lganki biza semiz. Endi men o'ylayman, biza endi menga nisbatan o'riqroq bo'zga deyman, bu egizlik endi sabito bo'z bo'ldi endi bak egiz bo'lib ketmasimi, bak paka bo'lib ketmasimi. Masalan, bo'y egizligi qanchalik o'lchamda bo'lsa deb o'ylaysiz? 1.65-70 atrofida bo'z bo'ldi. Rahmat. Aholilar komitetining nimasi xizmati pek qaldirish haqiqatan. 2 kun ishlab bir kun dam olsizlar deymi? Odatda meningki oqsab xizmati. Men bir kun ishlab bir kun dam olmayman. Sen to'liq mashinada bir narsalarni nima qildigan, mana ishlar bo'lgandan keyin ichki shofir bor odatda. Unda bo'lsa, masalan, qiz do'stingizning shu dam olgan kunlaringizda butun kuningizni qiz do'stingizga chiqarish xohlamsiz yoki o'zingizning boshqa ishlarni qilib bo'lib, andan keyin 2 kunda bir qiz do'stingiz hamroh bo'lsam deb o'ylamsiz? Vaqtim chiqarishni xohlayman-da albatta. Qiz do'stimdan boshqa vaqtda andan keyin boshqa ishlaringizni eng avval qiz do'stimni o'ylashman. Tushunishlik bo'ldi. Hasanjon, odatda shunday yurishlik kostyum burilka kiyishni yaxshi ko'ramsiz yoki bugun sahnadagi qizlarni hurmat qilgan asosda o'zingiz shunday kiyib kelasizmi? Odatda shushan kiyimlarni kiyib yuraman. Ilqi mana murassimlarda shunday kiyimlarni kiyman, odatda to'l mashina yeydigandan keyin bu kostyum toza qo'lish bo'g'il bo'lmaydi-ku, odatda shushan kiyimlarni kiyib yuraman. Mana murassimlarga kelib qolsam, kostyumlarni kiyib kelaman. Siz ilaqi jiqroq vaqtda mashina haydayman dedingiz-a? To'g'ri. Masalan, sizniki muhabbatingizniki pravos bor deylik. Masalan, ishga birga chiqdinglar. Siz ishdan tushdingiz o kuni. Bek yerib ketdi mashina sayda deb siz ya o'zingiz haydamsiz mashina. Ya xolisa haydigisi bo'lsa berma. Endi men haydayman, sen hayda desa o'zim haydayman. Yerib kelsangiz mayli deb haydamsiz. Mayli deymanda qarshi taraf yo'l qo'yma. O'zining haydigisi bo'lsa, sen yanında o'tma hayday deb qolib qolsa. Masalan, sizning muhabbatingizdagi mashina sizdek bunday qarab bunday ishtik haydayman bunda. Asta 30da 40da haydis ishingiz pushmaydi. Ya, ichim pushmaydi. Odamning ilqi o'xshamaydi-ku. Men ba'zi vaqtda shunda asta haydayman. Ba'zi vaqtda ilqi genç yok. Qo'zg'ilib qolsa bir xil hayda qo'yma ish qilib. Bu ilqi onunla anamanda aralashmayman odatda. Siz to'yliqqa qaraysiz. Masalan, to'yliq bermaymi? Bir uy tutib ketalaydi deb o'ylamsiz. Ya endi unda o'ylamayman endi. Shaxsan mening qarshimda ash qiznimi ota-onasi jafo tortib nima qildi. O to'yliqni bergan taqdirda baribir o'ziga ishiltgan bunga. Buni oladi. O ortiq yavolmaydi, buni ortiq o'zi qajlay olmaydi. Shu ikkimizning turmushiga o'zininki moddiy narsalarga ishiltadi, uni to'g'ri deb qarayman. Ammo nurg'un do'stlar dedi, masalan, to'yliq olmasa yoki to'y marki qilmasa, xuddi qizoliqqa ziyon tortib qolgandek, ashta to'yg'udi bo'ldi ekan deb. Shunga sizcha endi siz agar to'y qilib qolsangiz, to'yliq bersiz shunaqo? To'yliq berman.
Mening ko'z qarashim hamda to'yliq albatta muhim qiz olish uchunchu. Lekin shu to'yliqni masalanga shu to'yliqni uyga masalan yangi uy olib qolsak, uyninki zinnatlashiga, anki uydagi narsalarni ilishqa, shu narsalarga ishlasak, texmbek yaxshiyaga ishlatgan bo'lamdikin deb o'ylayman. Merhaba. Kız tarafga bergan to'yliqni qiz shu oilaning zinnatlash yoki bo'lmasa turli ehtiyojli ishlarga sarf qilsam yaxshi bo'ldi deb o'ylamsiz? Ishki o'g'il qiz ikkisi shu pul, shu to'yliq pulni, anandagi o'g'ilning chiqqan pulni, anda qiz tarafmi ancha-muncha nima qildi-ku, chiqim qildi-ku. Ash pullarni hammasini yig'ib, uy oldiganga, oldin to'laydigan pullar bor-ku. Ashlarga ishlasimi yoki bo'lmasa andan uyini zinnatlaydiganga, ishchiga bir narsalarni oldiganga ishlatgan deyman. Mayli pek u pulni qizlar elib, oltin jabduqlarni elib undaq qo'yib qo'yib, undaqni pek nima qilmayotganman. Har kim sharoitiga yarasha bu to'yning yarashig'i deb o'ylaydiganlarmi bor? Sizga o'xshash ilg'or ideya bilan uni ilishning hojati yo'q. Uyga sarf qilsak arziydi deb qaraydiganlar bor. Bu endi shaxsning tanlashi. Lekin biz majburlab tanlaydigan ish emas. Rahmat singlim. Yaxshimisiz? Agar siz masalan to'y qilmoqchi bo'lgan qiz, masalan to'yning oldida va to'ydan keyin o'z kasbini yaxshi ko'rgan qiz bo'ladi. Masalan o'zining qilayotgan ishini bek yaxshi ko'rgan qizda, mushuk qiz yani to'ydan burun, to'ydan keyingi kunlarda yani o'xshashdan o'zining xizmatini yaxshi qilish uchun aldirash bo'lib qolgan vaqtda siz qanday qo'ylaysiz? Men qo'llayman. O'zining xizmat aldirash bo'lsa, vaqtim chiqsa yordam qila olsam, qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Demak, uningga hamdam bo'la olasiz. Hamdam bo'laman. Hasanjon, siz oilada bolalarning nechinchisi? Ben oila bolalarning uchun. Biz ham 3 o'g'il. Ben bolalarning uchun. Ammanglar texi to'y qilmagan. To'y qilmadinglar. Demak, siz oilaga nisbatan birinchi qadamni besib berguchi edingiz. Ikki iningiz chuqum sizga qaraydi. Akam kichikroq to'y qilib kes bizga navbat keladi deydi-da. Shu. Endi siz o'zingizni kechikibroq to'y qilgach hisoblamsiz yoki 33 yosh balkim endi vaqti keldi deb o'ylamsiz? Men o'zimga nisbatan endi iqtisodiy va boshqa sharoitlarda endi vaqti keldi deyman, lekin mening aloqina do'stlarim odatda asosan turmushlik bo'lib bo'lgan. Ularga nisbatan men kechikkan bo'lma endi. Ben birinchi sandan tortib ko'rayotgan, o'zimizda o'ylashib balki bir nim kaplanmagan. Shu bolalar ko'rib chiqib baqasam bir deb shularning gapiga kelib shu chiqqandan qatnashib qolganman. Endi men sahnaning o'zida turyapsizda. Chiqqaningiz to'g'ri bo'ptimi sizcha? Mana shu to'g'ri bo'pti. Sizni so'raydiganim, qanday qiz bolalar sizning ko'zingizga sat ko'rindi? Yolg'on gapni ko'proq qildigan, gapiga amal qilmaydigan qizlar sal yoqmaydi. Yolg'onchi. Endi Mayraning savoli kechikib to'y qilish qanday? Endi bir o'g'il bola uchun elib ketgan vaqtda 30 yosh, 29 deganlar muvofiq ma'lum nuqtada elib ketganda. 33 yosh kechikib to'y qilishqimi kirmaydi, baldug'imi kirmaydi. Ammo endi qilmasimi bo'lmaydigan ish qilib nayta bir muvofiq yosh deb qarayman. Demek 33 yaşta odam hiç olmaganda balalarcha qizg'in saqt muhabbatdan olqib mas'uliyatchanlik qurib turadigan muhabbatga qadam qo'ydi. Bunday aytganda salmoqlik bilan oladi degan gap. Shunga menimcha Hasanjonning yeshi nayt bir muvofiq yoshgan deb o'yladim. Hasanjon, sizning kichik vaqtingizda ota-onangiz o'zi baqqanmi va yoki cho'ng dadlaringiz baqqanmi? O'zi baqqan cho'nglar. O'zi baqqanmi? Cho'ng dadlaringiz? Cho'ng dadam shu 13 yosh vaqtim tugab ketibdi ekan. Cho'ng onam oldingi yil 10 oylarda 1 yil bo'ldi, 1 yildan biza ochdi. Shu vaqt tugab ketdi. Yaqinda hisobda. Oldingi yilsi. 1 yil bo'ldi. Endi bu savolni so'rashim. Biz izchil ota-ona temisi, turmush temisi bilan ham o'sha o'ylanish munosabatiga doir savollarni ko'proq so'rdik. Yaqinda bir to'rdosh
bir sual o'tirib qo'yibdi Patigilada. Nəvirlərninmi çoğ apa, çoğ dadlarını beqish mas'uliyati bulamdı deb. Münasibətlik qanun belgilemelərdə qaraş iqtidarı var, oğul qız nəvirlərninki muş pərzəndi ölüb ketgan yoki pərzəndinin qarash iqtidarı bo'lmagan bu muammolarni qarash majburiyati bor deb aniq belgilangan. Endi buningda shuni ko'rishga bo'ladi, shu qarash iqtidarı bor nəvirlərninki şu o'zining ota-onasi masalan shu bu mo'misninki nervining opsi ya dadasi tugab ketgan. Bu mo'mining farzandlari tugab ketgan ahvolda yoki farzandlari bo'lsa-mu, ya'ni o'zlariga qarash iqtidori bo'lmagan sharoit ostida o'g'il va qiz nervilarninki shu bu mo'milarga qarash majburiyati bo'ldi. Rahmat Patigilada. To'y marosimlarida diqqat qilgan bo'lsak, buvay mo'maylar bilan to'y bo'lgan qiz yigitlar alayda xatir suratga tushib oladi. Chunki hayotning ochiq haqiqatini hammamiz bilamiz. Har kim bu dunyoga mangulik mehmon emas. Tishlar tushib ketgan buvay mo'maylar navrlarga qarab ko'zimning yo'riqida to'yingni ko'rsam bo'ladi degandek arzu armonlarni qiladi. Sahna turayotgan chiroyli qizlar, sizlarning qaysi biringlarning shundaq cho'ng apa, cho'ng dadlar ichida sizlarni to'y turmushiga tezroq bo'lsin, hayot vaqtimda to'y bo'lsin deb arzulayotganlar bor. Marhaba Nadiya. Qag'allarning cho'nglar tugab ketganmi? Demak, ish bo'lmaganda marhaba bilan Nadiyaning tabarruk cho'nglari bor ekan. Ular cho'qim sizlarning eng go'zal holatinglarni bo'libmi, to'ydagi baxtli turqinglarni cho'qim ko'rgisi bor. Shundaqmi Nadiya? Adatda siz apangiz bilan ko'proq fikr almashtiramsiz, oilada dadangiz bilan ko'proq fikr almashtiramsiz. Odatda apam bilan ko'proq fikr almashtirman. Hamda dadamning biza ochiq yomon. Ba'zan gaplarni bunda da po'g'cha bir chechilib qoldi-chu. Shuning bilan ko'proq vaqtda apam bilan fikr almashtirman. Sizni to'yni vaqtida qilsa bo'ladi deb chechilib qolamdi yoki turmushda o'zimiz sal chashqunroqmi? Turmushda undoq emas, lekin shu men menga kelgan chaqda bek chechilib qoldi ish qilib. Dadam ko'p vaqtlarda qanday bo'ldi, anda manda deb so'rab turdi mendan. Dadam manda deb, men og'zim tuvoqlab ma'mam deya amal yo'q. Shu sal kechroq kelma odatda uydagilar uxlab bo'lganda, 5-qavatda uyamchu, qarab yiqib chiroq o'chganda astikir yetib qo'ydim. Atiganda baldu chiqib ketma deganda. Chiroq bog'chaqda kirishsiz nisbatan besimdan, ha? Deymiz, men cho'nglar bilan bilib turayotgandan keyin ba'zan chaqda mening kayfiyatim yaxshi bo'lmaydi. Ham bir kun charchab qolgan chaqda yilqi paranglar quloq qo'yishmaydi. Dada anda manda degandan keyin cho'nglar o'rmasizlik bo'lib qoldi. Shunga meni azroq vaqt ko'rsa sal gap so'zlar azroq bo'ldi deb qarayman. Bugun shunday shirin g'ayvat qilib oldik, ha? Amaliyot bu so'zlarni hozirning o'zi cho'nglar anglayotgan bo'lsa kerak. Ular anglagandan keyin cho'qim, Hasanjonni biz qistab qo'yg'ashqa uydimmi, sal qashqis kelib qopti deb cho'qim o'zlari haqidim o'ylanib qoladi deb o'ylayman. O'ylandi hamda men bu tul vaqtni ayrim uy ijara olib chiqdimdan bir narsa qilay desam qarshi demoqchi. Sen to'y qilmay ayrim uyda tursang bo'lmaydi cho'qim. To'y qilgandan keyin anan ayrim tursa sen degan bala debchi. Menda biza batxajroqchi, cho'nglar anandan ansirab qolamdi qandoq. Men shunda o'ylayman ba'zanda. Siz ko'zi ichilib ko'rgan tunji farzandi bo'lgandan keyin to'g'ri tushunaylik. Qani qizlar, savollaringlarni davomlashtiringlar. Masalan, ikkimiz aynib ketib barmiz, avayib aynib ketib barmiz. Mening qutimda egiz boshliq oyoq bor. Tuyuqsiz pashnam sunib ketdi. Lekin men shu vaqtida sizga mina bosh qilsa deb turasam, bosh qilamsiz ya bo'ldi, qeyrg'ani satlashmay bashon chiqib ketaylik deysiz. Qeyrg'anda? Bosh qilma. Bosh qilamsiz? Sizni tashvat qilib bo'lmasa hamda. Ya lekin mashinmi ba'da mashin to'rsaqmi bo'ldi hamda. Lekin men sizga cho'qim mina bosh qilsa deb turasam, bosh qilamsiz. Shuni xohlasangiz men cho'qim shuni qilma. Yo'llarda jiq odamlar ba'da faraz qilaylik. Mayli, men xijil bo'lmayman deb tur. Xijil bo'lmabsiz. Uni bir romantiklik qo'yamdi. Asos maqsad shu. Rahmat.
Masalan, şu hammamiz bilamiz, ota-onalarningki eng cho'ng g'ami mushu bolam yaxshi birisi bilan to'y qilgan. Kelgusida men yo'q vaqtlarda mushu bir baxtlik, xotirjam bir turmushi bo'lsin deb o'ylaydi ekan. Chunki bu asosan butunlay ota-onalarning eng cho'ng g'ami ham orzusi. Endi mushu baxtlik, masalan, kelgusidagi baxtlik turmush bilan xotirjam turmushni siz qanday o'ylaysiz? Qanday bo'lsa shu baxtlik ham xotirjam turmushga erishgan bo'ladi? Bir-birini hurmat qilsa, bir-birini tushunsa, bir-birining ig'irini ko'tarib yashasa deyman. Bir-biriga yo'l qo'ya olsa, biza vaqtlarda. Sizcha shuningda shu baxtlik, xotirjam turmush Menimcha shunday. bo'ldi, shundaymi? Ali muallim, endi sizcha mushundoq bir masalan kelgusidagi turmushimizda, masalan ota-onalarimizning g'amini endi eng cho'ng orzusi, ya'ni shu baxtlik turmush, xotirjam turmushga erishtirishda biz farzandlar qandayroq bir masalan mas'uliyatlarni, majburiyatlarni ado qilmoqda mush turmushga erisha olamiz? Biz psixik nuqtada odamlarni uyga qaytishga da'vat qilamiz. Uy deganda masalan siz uyingizdan chiqib oldingiz qarab mangdingiz, siz oldim qarab men o'taman deysiz. Ammo siz uyingizdan jiroqlab ketasiz. Biz uni to'xta aqin qayt deymiz. Qarmoq u aq qaytayotgandek tug'an bilan uyga qaytdi. Uni uyi nerda deganda, uning uyi dal o'zining ichida bo'ladi. U har bir xotirjamsizlikning, har bir bearamchilikning yildizi deb eng oxir na qaytsangiz balalikqa qaytadi. Balalikqa. Shunga bir turkum odam bir umr o'zining balalikdagi yarısini davolab o'tadi. Ba'zi odamlar cho'si bir umr balalik orqali keyingi jarohatlarni saqaytib maqdi. Demak siz bir bo'lsa hayotingizda balalikdagi jarohatingizni davolaymi deb o'tsiz, bir bo'lsa sizning balaligingiz, go'zal balaligingiz sizning uningdan keyin yuz bergan barliq jarohatlaringizni o'zigidan saqaytib maqdi. Shunga siz mayli ota-onangiz qanchalik kuylang yoki qandaqlik qiling, yanla ularni xotirjam qilolmaysiz, o'zingizni xotirjam qilolmaysiz. Natija cho'tsa o'zingiz bir xil ayblash xarakterlik nurg'un ballada o'zi gunohkor tuyg'usi shakllanib, ota-onamga yaxshi qarayolmadim deydigan bir xil tuyg'u mangu saqlanib qolgan. Shunga mening hamda sizga eng to'g'ri deydigan nimasi, siz ota-onangizni xushal qilmay, xotirjam qilman deykensiz, siz o'zingiz xotirjamlik tepishingiz kerak. Yani şu xotirjamlikning o'zi ota-onani dal joyida xotirjam qila oladi degan gap. Asaldan odat nima tomoqlarni yaxshi ko'rgandi? Odatda pek tomoq talab ketmayman men. Qani, marhaba. Hozir Mayradan sizin sordi, nima tomoq amroq deb. Men shuni so'ray deb turdim. Siz masalanki tomoq yeb qolsangiz yo atigan nashta qilsangiz, hammani aralashtirib biroqlam yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo birdan ta'min etib yeysiz? Masalan, atigan nashta qilganda oldingizda bal bor, murabba bor, iris bor, sarmay bor, qaymoq bor, etgan joy bor degandek. Ashlarni hammasini aralashtirib biroqlam yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo hammani ta'min etib bir nonni yeb bunday yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Ayrim tetib yeyishni yaxshi ko'raman. Masalan, tomoqni-chu, masalan 3-4 xil say bilan lag'man yoki bo'lmasa 3-4 xil say bilan guruch tamg'i yegan vaqtida hamma saylarni qo'shib, böyle guruch tamg'iga aralashtirib biroq yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo bir sayni yeb bo'lib, yana bir sayni yeb qolamsiz? Ayrim ilib, yeb bo'lib, yana qayta silib degandek. Men buningda bir kitobda ko'rganchu, erlar odatda işte saylarni aralashtirib, anki nashta qilgandimcha hammani aralashtirib, umashtirma qilib Aslında yeyishni yaxshi ko'rsa, xarakteri kuchli, ankin mustaqil, ondan xizmatda kesib qozongan ayollarni yaxshi ko'rdik. Shunga menda ayrim yeyishni yaxshi ko'radigan erlarda nozuk, ayollik nazokati va xizmatda beklar qozonib ketmasmi, oilaga kuyinadigan ayollarni yaxshi ko'rdik. Shuni so'rab baqandim. Mesela siz bir qizal bilan yurdunuz, sizlar to'y qilganga bitişdinglar. Endi siz uylanmoqchi bo'lgan vaqtingizda qiz sizga deydi-da, "Meni opam yolg'izdi, men opam bilan bir mahalda turishni xohlaydim. Biz opam bilan bir mahaldan uy olsak bo'lamdi." Siz uni qanday qaraysiz? Ben qo'shilma. Onun apisi mening opam. Bo'lsa, billa oldin xabar ilib, farzandlik burchini
ada qilish bersem buldu. Demek siz aş kızınki Lekin qizning ota-onasi bilan birga turishga qarshi, lekin yaqin atrofida bir malda o'ylab o'tirsam bo'ldi. Siz shu to'y qilsamkan degan deb o'ylagan qizlarning mijoz xarakterini qandaroq bo'lsa kerak deb o'ylaysiz? Bak ig'ir bo'lib ketmasa deyman. Men izlamsam, men izlab tursam, men izlayman-da albatta. Hamda ba'zan qizlar ilqi uyindadirga qilsak vaqtida javob qaytarmaydi. Telefon qilsak olmaydi. Bak aldirash bo'lib ketib qolsa, aldirash bo'lib qoldim deb. Men shunda qizg'in bo'lman, ma'musal qizg'inroq muomala qilsa deyman. Demak, qizg'inroq qizlarni yaxshi ko'rgansizda? To'g'ri. Havada siz hozir bir qiz bilan yurdingiz. Yurgandan keyin u qizning tuyuqsiz opisi og'rib qoladi. Ay suyuda deb o'ylasak shu vaqtda u qizning siz iqtisodiy yetarlik deb o'ylaysiz. Lekin shunda ig'ir ahvol qolgan vaqtda navoda siz bo'lib qolsangiz qanday qilasiz? Iqtisodiyatni yordam qilaman. Ham o'zimning cho'nglarini ko'rgandek bir hamroh bo'lishib qarshi turaman. Masalan, izchil masalan ICU deganda odatda tishida cho'qim saqlab turdi emasmi? Cho'qim ash qizning hamroh bo'lib, damilib bo'lsin qaraysiz shunami? Tam hamroh bilan birga qarayman. Rahmat. Agar Hasanjon, ikkimiz to'y qilib ayrimay tursiz shunaqo. Ayrimay turgan vaqtida, masalan, meni momam o'z beqib cho'ng qilgan emasmi? Momamni akilib bir hafta 10 kun tug'izib, qarab, ancha-muncha bir yalan ko'sib aylantirib kelsam, siz to'g'ri ko'ramsiz, yo sal ig'ir tushib qoldi deb o'ylamsiz? To'g'ri ko'rma. Bu o'zimning vaqti chiqqan asosda birga hamroh bo'lib, aylantirma sirtlarni. Rahmat. Bugungi savollardan men shunda xush bo'ldim. Haqiqiy turmushni cho'rdigan asosda, albatta buningdan ilgirki sonlardimi bir-biridan kishini o'ylantiradigan savollar o'tirg'a tushgan. Endi bugungi savollar Hasanjon sizni faqat qiynaydigan doirada bo'lmadi. Sizga qizlar haqiqiy real turmushdan chiqib, o'zining amaliyatidan chiqib, yaxshi savollarni o'tirib qo'yib berdi. Cho'qim chiqishdan burun azroq tamtirgan. Biza tamtirgandim abaya. Qandaq Chunki men siz hozir tamtirmaginingizning shu qo'lingizni kayniga tutib, shundaq rahat turganingizni his qilyapman-da. Boshqa o'g'il mehmonlar keladi, qo'lni ila olib boqadi, ila bunda qilib boqadi, ila har xil holatlarni ko'ramiz. Lekin siz beshida chiqqanda shundaq jiddiylashgan qiyofada bara-bara qo'lingizni kayniga tutib, bu savollar oddiy savollar ekan. Bu savolga degan birdan javob berib o'tmadigan tuyg'u tura oldingizda. Buni qizlarga rahmat aytishingiz kerak. Rahmat sizlarga, juma qiynab qo'ymadinglar, xush bo'ldi. Ya men odatda bek tamtirib ketmayman. Men bir ishni mayl xizmat bo'lsin, mayl oila bir xil bisim qo'yilishni xohlamayman mencho. Kayfiyatimni tizlab o'ngshila olmayman odatda. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, biz davomli sizga fursat beraylik. Chunki chiroqlar hozir boshdan oxiriga sizning o'rindigingiz uchun saqlanib turibdi. Siz yana qizlardan so'raydiganlaringiz bo'lsa, o'zingizning turmushda yoqtirmaydigan tarafdan qizlardan bilib oldiganlaringiz bo'lsa so'rasangiz bo'ldi. Bo'ldi, qizlar so'raversin-chi. Mening javob savolim yo'q. Bo'ldi? Qizlar. Sizning nazaringizda shu odatda masalan siz muhabbatlashmoqchi bo'lgan qizlarningki eng qo'rqinchli deb o'ylaydigan tarafingiz qaysi taraf? Qizlarningki. Qizlarning aldamchilik. Men bilan yurib etib, yana birisidan xufiyona aralashib yurishni eng yoqtirmayman. Men uni bir deb bilgachki, meni bir deb bilan o'ssa deyman. Bo'ldi, tugdi. Siz kunni kechlikka ishdan tushib, uyga kirib, harduqingizni chiqargan ya issiq bir piyola choy ichib yotamsiz yoki qaynoq suvga putingizni chilab qo'yib yetishni yaxshi ko'ramsiz? Odatda men baldo'lam ishdan tushib ketaman. Mening xizmatim ancha jafoliq emas, lekin kirib qo'llarimni yuvib shu yotaman telefon qarab. Riloyat Alimalamiyani soddalik bir tarafini namoyanda qilyapti. Chunki ko'pincha o'g'illarga masalan biz hamda turmush tutayotgan yosh onalar bo'lish sifatimizda erlarni bak talto'kis tushunimiz deb aytmaymiz. Chunki bizmi bu hayotlikda yana o'rganguvchilar qatoridan. Lekin ko'pincha erlar qaynoq suv ichib yotadigan odatdan xilal jiroq. Putunchilaydigan odatdan texmi jiroq. Bu yana qizlar turmushiga yaqin bir odatlarda riloyat yana turmush tajribasining kamligidan balkim shunday so'ragan bo'lishi mumkin. Odam shu ayollarni psixologik tekshirganda eng sig'indiganimiz puroq bo'ldi amaliyotda.
her bir adamda üzük bilinmeydiğen ama başkalar his kılalaydigan purak oldu. Aş purak seğindurdu da qaraydı. Çünkü tuncu bala ata-ana kuchuğa kaldı emasmi? Kuchuğa kalgan vaqtda 5 sezgiga zanışı burun qo'ltiq to'g'ri keldi uchun da quchoq qalsa. Shu qo'ltiqqa kelgachga shu dadasi anasining purqi mingisida tunji purak sezimini shakllantirdi da qaraydi. Shu eng oxirida bir ömür öy tutib ketganlar qanday bo'ldi desa, qarshi taraf jo'risi ayni vaqtga bu vaqtning ata-onasining purqiga o'xshash purak qalgan vaqtda bu purak mangu ikisini birga saqlaydi da qaraydi. Shunga siz degandek bu qizlarning hozirda to'y qilmagandan keyin anda tasavvuri uchu bir mumay bo'yi ulab ketsa, shunda orji taqab uxlaydi. Kunda orji taqab uxlaydi. Bu mumay ulab ketgan vaqtda qizi bu opam nima anglaydiganda desa, shu buvayning hayot vaqtidagi xo'rikini lo'yin qilib olib, lo'yinni xo'rikni anglaydi ekanda, mandaq qilib. Sizlar pop muzikalarni anglaysizlar, mood muzikalarni anglaysizlar, ama o mumay desa, buvayning hayot vaqtidagi xo'rikini anglab uxlaydigan gap. Xo'rik nurg'un odamlarni bearam qiladi, ammo bu mumay uchun buvayning xo'riki bir klassik muzika bo'ladigan gap. Shunga esingizda bo'lsin, nima go'zal emas. Buni siz bir odam bilan necha yil yashash jarayonida andan keyin his qilsizlar. Undaqda biz qizlarga oxirgi tanlash vaqtini bekitib beraylik. Afsus Hasanjon, bugun nayt ko'ngillik paranglashgan. Lekin qizlar oxirida yanala o'zininki arzu armoni yo'lida balkim o'ylaganlari bo'lishi mumkin, chiroqni o'chirib. Meningcha bu ularning tanlashi. Mening buningga tayyorligim bor. Shundaqmi? Uttirish bo'lib turdi-ku. Yo'q, bu uttirish masalasiga yetmaydi deb qarayman. Siz hargizmi raqobatlashgan sahnaga chiqmagan? Siz faqat o'zingizni sinab baqdingiz. To'g'ri. O'zingizni yengib yiqish uchun, bu sahna turib yiqish uchunmi bir tavakkulchilik ketadi? To'g'ri. Qizlarning javobi garchi ko'ngildagidek bo'lmagani bilan, lekin bu sizga bo'lgan mas'uliyatchanligi, sizni hurmat qilgani. Rahmat Hasanjon. Bo'ldi. İşleriniz ko'ngillik bo'lsin. Ma'qul, sizlarga rahmat. Ustozlarga rahmat. Ma'qul emsa. Xayr. Yaxshimisizlar do'stlar? Bugun elchi programmasiga kelib shunda xush bo'ldim. Garchi chiroqlarning hammasi o'chib ketgan bo'lsa-mu, ham buningga ideya jihatda tayyorligim botdi. Lekin xush bo'lganim ustozlarning fikr talablari bo'ldi. Shunda yaxshi bo'lgan fikr talablarni berdi. Ben bundan keyin texim tirishib, o'zimning hayot yo'lida birga ma'alaydigan kelgusdagi chüptümni tepishga tirishiman. Xo'sh, meningcha har qitim sahnaga chiqqan yigit quruq qo'l mang'anda sahnani bir xil buruqtirmuliq kayfiyat qaplab olgandek tuyg'ug'im kelib qolamiz. Men cho'nglar bilan elchini o'zim tomoshabin sifatida ko'rib baqqan vaqtimda voy isi chiroqlarning hammasi o'chib ketdi-ku degan qadrdan cho'nglarimni uchratdim. Ular bunday natija chiqishini xohlamaydi. Lekin aldirmaylik. Cho'qim siz kutgan natija, farzandingizdan kutgan baxt balkim sizning atrofingizda his qilib bo'lmadingiz va yoki vaqt sayt kelmagandir. Qani qizlar, naqsha anglaylikmi? Qadrdan ko'rmanlar, birga anglaylik.
oxşamdı, oxşamdı. Məhəlləng bağmayman, yolları əcəb taşlıq, isit sana aldını. Ötüb getdim bu yaşlıq, bu yaşlıq. Vay vay vay, senin halın vay. Vafası yok yigittin, könglimni yandıray. Vay 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 vay, senin halın vay. Akidemni bilmedin, senin halın vay. Yolun boyları günlük, etleri gül, karam karam. Yolun boyları günlük, etleri gül, karam karam. Et bosorgan bilen, saqaymaz köngül yaram, köngül yaram. Yarashdi ah köngülek, etleskeydim çıraylı, çıraylı. Yarashdi ah köngülek, etleskeydim çıraylı. Senin ala könglimni bilip qalsın xalayık, vay xalayık. Vay vay vay, senin halın vay. Vafası yok yigittin, könglimni yandıray. Vay 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 vay, senin halın vay. Akidenni bilmedin, senin halın vay. Vay vay vay, senin halın vay. Vafası yok yigittin, könglimni yandıray. Vay 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 vay, senin halın vay. Akidenni bilmedin, senin halın vay. Üzme köngül yigittin, men jıraqtıray. Xo'sh, chiroyli qizlar, endi sahnamizga qaraymiz. Ikkinchi mehmon zodi kimdir? Qarab baqayli-ya. Güzel kızlar, yaxşımısılar? Meni ekranda ko'rib, qandaq bo'ladi deb o'ylayotgansizlar. Men o'zimni ta'riflamay, faqat sahnadagi ifodam orqali javobga erishinglar. Uzun yil kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullangan mendek yigitning pul topishga ipi bo'lgan bilan, balkim muhabbatda tajriba yetersizlik sababli yoshim 28 yoshga kirib ketdimikin deb o'ylayman. Bundaq desam ansirab qolmanglar, men sayohat qilishni pek yaxshi ko'raman. Güzel yerlerde ko'nglimdagi sirlarni birga yeyishimiz. Qani, Abdurazaq. Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Yaxshimsizlar, Yaxshimisiz. yaxshimsizlar, güzel qizlar. Abdurazaq, alti sahnasiga kelganingizni qarshi olamiz. O'zingizni kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullanaman debsiz. Erlar kiyimini tutamsiz, ayollar kiyimini? Ayanchi kiyim, ayolchi kiyim, bolalar kiyim. Arancha, ayolcha, bolalar kiyimi hammasi Tayyor kiyim bormi? to'ptaqdimiz. Ha, tayyor kiyim to'ptaqsiz. Bu savdo bilan shug'ullanib qanchalik vaqt bo'ldi? 15 yil bo'ldi. 15 yil. Demak, bola vaqtingizdan boshlab bu savdoga kirishibsiz-da? Yo'q, ben ilgari kichik tijoratdan boshladim. Ha. Hozir shu taraqqiy qildim deb o'ylagan tijoratim. Sizni yetaklaydigan uyda biror odam bormi? Yo'q, o'zimning irodasi bilan. O'zingizning qiziqishi bilanmi? Ha, o'zimning qiziqishi bilan. Xo'sh, Abdurazaq, undaq bo'lsa, qizlar bilan qolgancha mo'dasingiz bo'ldi. Sizmi qizlarni tushunib beqing, qizlarmi sizni albatta tushunish kerak. Ma'qul, rahmat. Qizlar so'rasi bo'ldim. Siz 28 yoshga kirdim dedingiz-ku, ha? Burundan mushtaq semizmidingiz yo yaqinmasa? Burundan. Kichikligimdan matda. O'riqlash o'ylab baxtimizni masalan chiniq qizlarga berib, chiniqay. Ha, tanakat qiziqim chiniqyapman. Chiniqib baxdingizmi? Ha. Quzquz kirmabdi-ku. Voy, kirdi hozirgina. Ha, buningdanmi yo'qolmadi? Ha, bundan so'rab ketdi. Bundan keyin chiniqay deb o'yladimsiz. Ha, davomli chiniqma. Chiniqishni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz ishdan sirtqi vaqtlarda nima ishlarni yaxshi ko'rasiz? Nima ish qilishlarni? Tanakat. Chiniqishni. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Navoda ikkimiz hamda yurib qolsak,
Siz birinchi bo'lib meni nega gapirishni o'ylaysiz masalan? Tunji qitimliq bizning uchrashishimizni nega o'rinlashtirishni o'ylaysiz? O'zingizning ko'ngli qayerni xohlasa shu yerga gapirmanda. Yo'q. Sizga qarayman-da, albatta, nega mayaga bormiz, yamada qilamiz deb o'zingiz ampay qilamsiz yoki nega borsiz deb men. Endi benimki shu vaqtdagi bir sharoitim bo'ldi-da. Shu vaqt sharoitim olmaz, yerdan birga o'rtoqlashimiz. Cho'qim ham hozir birga xato qilib qo'yibdi. O'zingizning ko'ngli xohlagan yerga dedim. Endi siz ya sayyoga ya boshqa yerlarga deb qo'yib qolsangiz, shu vaqt sharoitlar bermay qo'yib qolsa yana. Birinchi qitimliq uchrashishda ya bo'lmasa men tez tomoqxona taklif qilsiz, ya qahvaxona taklif qilsiz, ya bo'lmasa kino ko'rish taklif qilsiz va yoki bo'lmasa kirib lag'mandan birini yeymiz deysiz degandek shu qaysi xilni tanlaysiz deb o'ylab. Sayyoqlikda degan bitan yo ko'rishiblar. O'mi bo'ladi juma, ashim bo'ladi. Hamda ma'lum men ko'nglingiz nani xohlasa shu yerga gapirman debdim emasman. Ada degandan keyin hali sirtga chiqib lakında o siz nima desangiz shuni degan sayyoq o'yib bilan deb qo'ysa. Uyg'onballichu shu qizlarning farzning sirtida ish qilish kerak. Farzning sirtidachu. Masalan, ma qiz dedi, "Aqchan kafexonga yoki tiz tomoqxonga yoki bir joyga boshlab bordi deb seni oldin faraz qildi-da. Bu xil kinolar qiziqarli emas. Bilamiz-ku bunday qilib biz oldin faraz qila oladigan kinolar bizni qiziqtirmaydi. Biz manda o'ylasak, onda chiqsa, onda o'ylasak, manda chiqsa qiziqtirgandek o'g'illarni amaliyotda qizlarning qalbisiga kelgan ko'pincha kelib tavlu deymiz-ku. Normal tanlashlarning sirtidagi tanlashlarni topa olsang, bu texim qiziqarli bo'ladi-da. Degan to'g'ri, sayyoqlik etish kerak. Sayyoq etkazsan qaylar. Kundi kurishib tursa ketilmaydi aşağıdan. Asosiyati yitosan deymiz uni. Biroq aşağıda to'yib tushibdi kelsalar, bu mu yaxshi ish? Bu ajab bir o'zgacha bol ekan deydi. Hech bo'lmaganda sana diqqatni tortadi. Hech bo'lmaganda sen nurg'un bolalarning orasidan farqlanib tursan-da, farqlanish bekmaydi. Mana qizlar, sayyoqqa keldik degan chambarak e'lonim chiqibdi bu yerda. Chunki qiz bol degan maqtanishni yaxshi ko'rdi. Do'stlarga po etishni. Demak, qizlarga shundaq do'stlarga po atadigan, uydagilarga po atadigan azroq desmi sepamsan, yo'q narsani po atqila olmaydi odam. Po etish degan nimasi? Bani cho'ngaytish. Shunga shundaq po atadigan, faxrlanadigan, po'chilik qiladigan fursatlarni yotib bersan, mana bu nima desa, texmo seni yaxshi ko'rish nisbati yuqorilaydi demakchi. Doim ularni o'ylagandek qilsang, bu qiziqarli yeri bo'lmaydi, jalb qilish uchun ojizlik ketadi. Sen cho'qim ashlarning farzining sirtida tanlashlarni ko'proq o'ylab olishing kerak. Mana shu vaqtda botirlik kerak, shu vaqtda dadillik, dadillik. Kiyim-kechak tijoratidan shug'ullanman dedingiz. Men bu kiyim-kechak tijoratidan shug'ullanman, qizlarning kiyimini. Sizning tijorat nada, Xotanmi? Urumchida, muqim Urumchida. Asli yurtim Xotan, lekin hozir Urumchida turib qolyapmiz. Masalan, siz to'y qilib qolsangiz, Urumchida turman. Sizning cho'nglaringiz-chi? Meniki anamla bor cho'nglardan. Anam xalq o'qituvchisi. Anam xizmatlar aldirash, mening tanlashimga hurmat qildi, ammo anam ishonganga loyiq natija ko'rsatishga tirishman. Apangiz texi ta'minlashga chiqmadimi? Ha. Hozir xizmat o'rnidami? 1 yildan keyinmi? 1 yildan keyin ta'minlashga chiqsa, apangizni akib elish o'yingiz bormi yoki apangiz o'zi mustaqilroq yashashni xohlamdi? Akvalaman, lekin anam yana tanlasha qo'yman hamda. Birga turman balam deb qo'yib qolsa, birga turman, ayrim turay balam deb qo'yib qolsa, ayrim uylik qilib. Siz necha bola? Abdurasul? 3 bola. 3 bola. Siz cho'ngmi? Men cho'ngman. Qolgan ikki qarindishingiz Xotandami? Qarindishimning birisi hozir dorigarlik kasbida Dashoda o'qiyotdi, birisi yo'lishi bilan turmushma. Yaxshimisiz? Men bir savol so'ray. Endi men turmushda, endi reallikda biz o'ylab boqmagan ishlar bo'lib turdi-ku, yuz berdi. Agar shu to'y qilishda o'zingizning bir qizlar qo'ygan sharti bo'ldi-ku, masalan, bundoq bo'lsa, andoq bo'lsa, ya chiroyli bo'lsa, eg'ir besiq bo'lsa, beshini siqsa qo'ysa degandek bir qata. Agarda siz shundoq bir shartlarni qo'yib, shundoq bir qiz chiqsa men to'y qilsam bo'ldi deb o'ylab yurgan kunlarning birida o'ylamagan yerdan shuning tubdan qarshi bir qizlarni siz yaxshi ko'rib qolsangiz, siz mush qizlar bilan to'y qilamsiz yoki meyli o'zingizning xiyolidagi o'zingizning shartiga tushgan qizni izdamsiz? Endi men o'zimsel mas'uliyatchiroq. Cho'qim shunga yaxshi ko'rish sababimni qaraymanda, vaqtliq yaxshi ko'rmanmi buni yoki mashinasini deb yoki xizmat o'rnida yoki bir vaqtliq mening bir xushalik qilish nimasini deb yaxshi ko'rmanmi yoki cho'qim shundan bilan bir oila tutish uchunmi degandek savolni o'zim qo'yib, shuningki qaysi taraf bir
Her işkilimizge faydalı. Kiyinlikimiz bir taxilnerlik netice çıkıdığan lıqqa qarab mümkün. Alimalım hazırma Abdurzaq vaqtliq yaxshi ko'rib qolsam degan bir gapni qilib qoldi. Bu endi vaqtliq yaxshi Ya ko'rib. vaqtliq emas, maqsadlik. Maqsadlik bilan vaqtliq mesela qanday yaxshi ko'rish maqsadlik vaqtliq bo'ldi. Bu bazı adamlar mesela özünün ma'lum bir qiyinchiligini qarshi tarafning hal qila oladiganligini bilganda özünün qiyinchiligini hal qilish maqsadida qarshi tarafni yaxshi ko'radigan ahvollarmi mavjud bo'ladi. Biz buni muhtojlik deymiz-ku. Yani vaqtliq yaxshi ko'rish degan nima esa qiziqish. Qiziqishdan bo'ladi. Endi u qiziqish nemish qiziqish bo'ldisa, siz masalan bir ko'rdi, onun kallası bir resim buldu. Sizin herkes sizin hazır kaldığınızda bilmeydi o. Üzünün kallası ki bir adam da kuraş durdu da. Yani sizle aralış ceryanında, dost buluş ceryanında barbara sizin emniyet onun kallası ki siz emaskerlikini his qilgan vaqtda bu xil qiziqish tabiiyla sulaydi degan gap. Ma'qul, rahmat. Gapingiz berib qo'ydim, ha? Abdurazaq, dadınız Anam bilan dadam kichik vaqtda ajrashib ketgan. ha, lekin hayot mı? Hayot bor. İzdişemsizlar? İzdemayman asosan. Nima deganda bu anam bir ayol kishiga ikki balni hamda u xatolashmaydigan odam yo'q ekan. O'zimning his qilishi. Xatolashdi ekan, lekin nimadir bir ayol kishiga ikki balni tashlab qo'ygan odamga meninkini men kutamaydi ekan. O'tmishlar 20 yilning oldidagi vaqtlarda bir ayol kishininki ikki balni baqib ketishi osonga to'xtamaydi. Hozirgi vaqtda hozir masalan sahnada tushsam, onamga telefon qilaman. Ana qanday tomoq yedingizmi? Masalan, shu asosli qanamni o'ylayman men. Chunki meningki bugungi kunning bo'lishiga onam sababchi. Oldu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men ibayqi sözleringizni anglab, rastga yaxshimi sizdan bek suyundimchu. Rahmat. Haqiqatan bir onaninki yolg'iz bir uydan mayli bir bal bo'lsin, ikki bal bo'lsin, chapatatib baxmaga oson emaschu. Aşı ananızga rahmetimi bildirme. Bunun keyingi iştiraz yaxshi olsun. Salam ayting deganni qo'shib qo'ysangiz. Ananızga çoxum men de salam aytib qo'yam. To'g'ri. Chunki sizning apangizga bo'lgan hurmatingiz albatta hammamizni suyundirdi. Apangiz sizning bag'riningiz, sizga oziq bergan, sizni daraxt qilib yetishtirgan bir layoqatli bog'lan. Endi sizningki balaligingiz haqidagi aslamlaringizni ko'p eslatgimiz kelmadi, Abdurazaq. Biz yana bugungi cho'kaylik. Xo'sh, undaq bo'lsa, qizlardan o'zingizning yana inchiklabroq so'rab bilib oladigan nuqtalaringiz bo'lsa, yana davomli so'rasangiz bo'ladi. Endi hozir odamning sharoit o'xshash olmaydi ekan. Sharoit qarabroq chiqim qilishga qizlarning bo'lgan qarashi qanday ekan, shuni bilib baqsaq. Yotqan qarab tutunuş qarta, qizlarning ko'z qarashi qanday? Men bu fikringizni qo'shilaman. Chunki bir oilaga kirgandan keyin aralashqandagi vaqt bilan turmush qurgandagi vaqt o'xshamaydi. Bisim eg'irlashida emasmi? Unda bo'lgandan keyin turmush qurgandan keyin 10 ko'y xashlaydiganiga 5 ko'y xashlash kerak. Yo'ldishi 20 ko'y bas, 10 ko'yni xashlab, 10 ko'yni tiqib qo'ysa vaqt soat kelsa, shu 10 ko'y mas qatidi deb o'ylayman. Rahmat. Ya'ni o'xshamaydigan ko'z qarashdagi qizlar bormi? Siz o'ylanib turing, qizlarmi o'zininki savollar haqida o'ylanib tursin. Yaqinda bundaq bir ish bo'libdi Portugaliyada. Ma'lum bir iqtisodiy ixtilof dilosi qarta A tarafga B tarafga manchi pul berdi deb kesim e'lon qilinib o'tdi. Lekin A taraf izchil B tarafga beradigan bu iqtisodni kayniga surib, muhlat to'shqandimi, hatto bermay oxirida faqat bermaydigan holatga o'tyapti. Muşundaq ahval ostida bir taraf o'zining qonunli huquq manfaatini qanday qo'g'daydi? Bu ikki taraf o'rtasidagi iqtisodiy majrani xalq sud mahkamasi bir taraf qilib, buning qarta hukm chiqargan yoki taraflar kelishgan bo'lsa, kelishimnoma chiqargan. Endi mushu ixtilof hukmnomasi bo'lsin yoki shu ixtilof kelishimnomasi kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, bu mecburiyetini ado qilish taraf mecburiyetini ado qilmabdi. Buning uchun qanday qilish kerak deganda, qonun hujjat kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, mecburiyetini ado qilish taraf
o'zining majburiyatini o'zligidan ado qilmasa, huquqni tashabbus qiladigan taraf xalq sud mahkamasiga shu qonun hujjatni degi mazmunlarni majburiy ijro qilib berish to'g'risida sud mahkamasiga iltimos sunsa bo'ladi. İltimos sungandan keyin sud mahkamalarininki shu icra idorasi bor. Bular shu majburiyat ado qilmagan tarafning, ya'ni majburiy ijro qilinuvchi tarafning mol mulkini tekshirib, majburlash tadbirlarini qo'llanib, qonun bo'yicha majburiyatni ado qilmagan tarafning majburiyatni ado qilishini buyuradi. Endi shu yuqorqi ahvoldagi kishilar qarshi taraf majburiyat ado qilmagan bo'lsa, sud mahkamasiga majburiy ijro qilib berish to'g'risida iltimos sunib, o'zininki huquqini qo'g'disi bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Batigilada. Qani Abdurazzoq, savolingiz haqida o'ylanib qoldingiz balkim. Men o'ylayman, shu samimiyat davomlashgan turmush, kelgusi eng yaxshi chiqadigan, natijasi yaxshi chiqadigan turmush degan qaradam. Demak, qizlardan eng avval sizning kutadiganingiz samimiy bo'lish. Turmushqa kelgusidagi jo'risiga, ya'ni hamroyiga, farzandlarga, hammaga samimiy bo'lish. Qizlarchi, sizlar qanday ko'z qarashda? Men shu rostchil samimiy bo'lsa. O'xshash ko'z qarashda sizlarda bo'ldi. O deganingiz to'g'ri, lekin ba'zi ahvollarda masalan o'zining yaxshi ko'rgan odamininki ko'ngli og'ritmaslik uchun bo'lsin, ba'zi yog'anga qilib qoldi. Masalan, ikkimiz turmush qurdik deylik, men sizdan beso'roq ruxsatsizlar mamdi bir uyga kirgandan keyin pul ikkimizdan tam bo'ldi. Siz topgan pulni men saqladim deb turaylik. Men sizdan beso'roqlam shundoq do'stimning beshiga kun tushgan bir do'stimga pul berib turdim. Siz uni keyin bilib qilib mendan ranjisizda, lekin men sizga uni demadim. Nemishqa? Men sizning ko'nglingizni ranjitishni xohlamayman. Ham yana bir tarafdan qarshi tarafga yordam qilgan bo'lma. Yig'ib aytgani bu bir xil samimiyatsizlik kiramdi ya. Chuqur samimiyatsizlik kirdi. Nimishqa deganda bu sizdan biz bir oilada chuqur o'rtoqlashish kerak. Mayli o do'stingizning olsun, mayli boshqalarning olsun. Albatta o siz do'stingiz kun chiqibdi dedingiz emasmi? Do'stingiz bilan siz ayrimaydi. Do'stingiz qaraganda biz siz bilan ichki omil hisobda. Endi u mening bakliqi yaqin qarindishim bo'lmaganki, men sizni chuqur unumaydi deb o'ylablam, ben bir keyin o'rnini to'liqlab qo'yma deydigan ideya bo'ldi-da. Unda bo'lganki, men demayli berib qo'ygandan keyin shu hisobda, ya'ni men sizning ko'nglingizni ayirgan bo'lma, bir tarafda yana qarshi tarafga yordam qila olgan bo'lma deb o'ylayman. Bu samimiyatsizlik kiramdi. Kechiramsiz, kechirmamsiz. Chuqur men bundan keyin bundaq qilmang, mashta men qattiq xafa bo'ldim deb chuqur sizning ig'ir xafa bo'lganligimga ogohlantirish berman. Lekin shunday qilsangiz davomlashishni xohlamayman. Qattiq ig'ir xafalar ketamsiz? Chuqur men ig'ir xafalayman. Nimishqa deganda, kichik ishlardan cho'ng ishlar chiqadi. Kichik ishlarga sal qaragan sabablik cho'ng ishlar kamaydi, digilolmaydi. Shu kichik ishlar boshlanishi qanday qilishni deb shunday o'ylayman o'zim. Rahmat, tushunish bo'ldi. Siz odatda uyning ko'proq yukun ko'taradigan o'g'ilmi? Ha. Kayningizga qarindishingizning o'qish rasxodlarini endi opangiz ko'proq o'z ustiga olamdi, siz o'zingiz ustiga olamsiz? Endi opamni qiladi, men o'zim bir shirkat qonun vakili o'zim qo'l shirkat bor. Men o'zim olaman, endi nimishqa shu bir balani yaramli odam qilib tarbiyalash opamning mening masalan. Chunki opamni cheklab qo'ysam, shu opamning o'zining bir ko'ngli bor shu singlimga. Men berman, opam berdi, anadan keyin singlimga deyman, samimiy bo'l. Başqa gap ketmaydi vaqtdan. Samimiy bo'lgan odamga cho'qim boshqa gap ketmaydi. Mayli qanday vaqtda qo'limdan keladigan, qanday yordamga ehtiyoj qolsang, dadangmi men, akangmi men, boshqa nimangmi men, bo'ldi. Samimiy bo'l. Qanday vaqtdan nimaga ehtiyoj bo'lsang, menda bor deb boshqa qizimga shunday singlimga shunday talab qo'yaylik. Savdo tijoratdimi? Mayli xaridorga bo'lgan muomalada bo'lsin, mayli o'zingizning hamkorlashuvchilarga bo'lgan muomalada bo'lsin, sizmi ularga samimiy muomala qilamsiz? Chuqur samimiy muomala qilaman. Nimishqa deganda, shirkat deganninki pay chek o'rlaydigan nimasi bo'ldi. Samimiy bo'lgan muomaladan kelgusi taraqqiyotga bo'lgan yuzlanish tez bo'ladi. Andan keyin samimiylik degan har yerga borsak o'tadi hamda. Biz uni oldida yaqarab qolmaymiz. Hozir siz to'yning oldidagi masalan uy elish degandek ishlaringizni tamomlab bo'ldingizmi?
Ürümçiden öy yap oldunuz mu? İcare lekin ma turmuşluq bo'lgandan keyin yoki bulash oldidan masalan ma vaqtda turmush qurmaydigan vaqtda cho'qim uy olaman. Hozircha ijara uyda o'tiryapsiz. Lekin mablag'ingiz yetarlik uy ilishqa bor. Bo'ldi. Afsus Abdurazaq, siz bilan ko'ngilli suhbatlashdik. Siz ham sizning oilangiz orqali samimiyatni talab qiladigan bir aqko'ngil yigit bilan o'zaro fikr almashtirdik. Afsus qizlar endi chiroqni o'chirib yetib qoldi. Menimcha bu sizga nisbatan bir qitimliq o'zingiz haqida, sizning kelgusidagi jo'ringiz haqida yaxshi bir o'ylanish fursati. To'g'ri. Men Zubayda qizdan bir savol so'rab baqay. Mushu Abdurazaq amaliyotda siz yaxshi ko'radigan tipqi xarakteriga kirdim. Yaz xarakterlari, jushqunlik hammasi kirdi. Endi mening sizning nemishqa chiroq o'chirib o'tgan sababingizni bilgim kelyapti. Birinchi sabab bo'lsa, Abdurazaqmi o'z tijorat qildik-ya. Men tijorat qilgan 2 yilimiz oldirash odamlar bo'lib qolamdi. Qunuz kiyim-kechak tijoratga mening girim bo'yim bo'lgankin, ikkimizning sal mos kelmay qolamizmi-ki deb o'yladim. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab endi Abdurazaqmi uyda uyning cho'ng ekan, menmi uyda uyning cho'ng-chu. 2 yilimizning bisimi yomon yig'ir ekan, qarab baqsam. Andan keyin bu kimningmi 2 yilimiz ham bir-birimiz bisim birsimizning o'zim bisimiz sal yenikroq bo'lsa, mening bisimim yig'irlab ketganda mening yo'ldashim bo'g'ich Hamroyim mening bisimimni yeniklatib olsa deyman. 2 yilimizning bisimi yig'ir, ikkimiz bir uyga kirib shundan uyni o'rtib qivatmayli deb o'yladim shu. Tushundim. Merhaba qizdan so'rab qo'y. Endi shu siz bir o'g'il bolani masalan tizli tanlashda cho'qim har qanday bir qiz bolaning tizli tanlaydigan bir nuqtasi bo'ldi-chu. Siz qayda tipdagi o'g'il bolani masalan tizlar mushundan muhabbet qilib ko'rib baqsam bo'ldi deb qaraysiz. Pishib yetilgan, bir qarashda bir odamga bir xilliqi ishash tuyg'usi bera oladigan bolalarni izladim. Demak siz yanlı sho'x bolalarni emas, yanlı siz bunda qarasa amaliyotda nurg'un vaqtda biz o'zimizning nimalarni yaxshi ko'rganini bilmaymiz. Biz endi o'ylaymiz, men manda olgandikin manda mos keldi deb. Amaliyot yaxshi ko'rish bo'lsa bu xil logikaga qat'iy bo'ysunmaydi. Yaxshi ko'rish hech qanday logikaga bo'ysunmaydi. U faqat nima esa sizda bo'lgan bir xil sezim. Demek siz yanlar bir xilliqi sizni yetaklaydigan, sizga bir qanot ulalaydigan, sizni qo'g'daydigan bir bolalarga jalb bo'ldi ekansizda, to'g'rimi? Bunday aytganda Ali, marhaba, aqlliq tuyg'usini his qildira oladigan yoki dadillik tuyg'usini his qildira oladigan o'g'illarni izlaydi ekan. Nadiyadan so'rab baqay. Endi sizmi shu ermaylar chiqqandan yog'i sizning asosiy jihatdan maydoningiz qanday holatda etsa, tanlamasliklam. Hergiz elaqa anglab bo'lgandan keyin tanlamaslik emas, tanlamaslikni tanlab bulab anglayapsiz nurg'un bolalarning gapini-da. Bu nuqta ilib etgan vaqtda sizning shu sahnada qandaq bir alayda bir bola chiqib qolsa, masalan, sizning shu tanlamaslik qaroringizni o'zgartira olishi mumkin. Yoki siz hech kimni tanlamaslik uchun chiqdingizmi? Bir lig'iz gap bilan tushuntirsam, men iliqi xohlaydigan yoki mening xiyolimga yaxshi ko'radigan bolalar yo'q. Masalan, siz meningcha ilib aytgan vaqt o'zingizda hech kichik bolani yaxshi ko'ra qolsiz. Men shunda ko'pincha vaqtlar shunda tuyg'u bo'ladi, ya shunda bo'ladi sizda. Bu noy tabiiy ahvol. Unda olgandan keyin siz bu xil biz buni nima deymiz degan vaqt buni bir kvantum an'anaviy bo'lmagan yaxshi ko'rishda balkim siz bu xil xarakteringizdan xijil bo'lishingiz mumkin, ammo buningda xijil bo'lishning hech qanday hojati yo'q. Bumi bir xil odamlar tipi. Rahmat Ali. Agar xohlasangiz biz yana davomli sizni elchi sahnasida kutamiz. Bo'ldi. Rahmat. Apangizga salom aytdik. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul. Xayransa. Aman bo'ling. Savdingiz yurishlik bo'lsin. Bo'ldi. Ma'qul, hammaga xo'sh. Yaxshimisilar, kanalda ko'rman do'stlar. O'zimga bir yaxshi sirdosh tepish maqsadida sahnaga chiqaydim. Tajribam yetarlisizlik sababmi yoki boshqa sababmi bilmadim, chiroqlar o'chib ketib qoldi. Buningda mening ko'nglim yerim bo'lmaydi. Men qonuniy jihatdan, psixik jihatdan o'zimni his qilib boqmagan yangilik
bilimlarga ega bo'ldim. Mush programmani o'rlashtirgan munosabatli ko'rlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Nayt yaxshi bir programma bo'ldi. Rahmat. Samimiyat qayt ta'kidlangan bugungi sonimizda biz albatta tomoshabin do'stlarimizga shuni yetkazmoqchimiz. Elchi programmamizga qatnashishning oldingi shartimi samimiyat. Siz cho'qim jo'risiz bo'ytaq bo'lishingiz, qonun bo'yicha o'ylanish yeshiga yetgan bo'lishingiz kerak. Aldı bilan o'zingizni aldamasligingiz, sizga ishongan biznimi aldamasligingiz kerak. Bizmi shu samimiyatni talab qilib turib programmamizning ishigini sizga qarta ichivatdik. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zchin yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni G'oljik Gultosh yemak ishmak cheklik shirkati alohida qo'llagan. Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni ajri bilan ishlagan. Qizlar chapatattinglar, sizlarga Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil sovg'isini akapti. Uningdan sirt yana Xinjiang Maxtumsila xalqaro savdo cheklik shirkati сөйгү лавсурухларны sizlarga tortiq qilibdi. Qabul qilinglar. Anlab turdum elçilerinin bargınını. Qadrli ko'rman do'stlar, yodinglarda bo'lsin, har haftaning ma'lum bir kunlari ishiginglarni birov chekidi. Kim deb so'raysizlar? Elchi biz deb javob beramiz. Qani ishiginglarni ichinglar, biz uyinglarning oldiga keldik. Aman bo'linglar do'stlar, kelar hafta ko'rishaylik. Bulsam küreyani algınını. Men albuca yar üyüge elçi keptu.